Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramçısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika Tashqi İşlər Ministerligining yaqında Xitoy əməldarlarını cəzalash ustida söhbət edib baramiz. Biz bu münasibət bilan Amerika Xalqaralıq Diniy Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkal əfəndini bu söhbətə alayid təklif qılдıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz Nuri əfəndi. Sizga ko'p rahmat. Bunda bo'lsa Nuri әпәнде, bu Amerikaning Tashqi ishlar ministri Antony Blinken әпәнде, mushu dushanba kuni atdigina Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga irqiy qirg'inchilik qilayotganini naql keltirib turib, Burma hukumatining ya'ni Rohingya xalqiga irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyat o'tkazdi deganini e'lon qilgan bo'lsa, tushdan keyin bayonotida ya'ni Xitoy hukumatining bo'libmi davlat halqaga alda Amerikadagi Uyg'urlarga va boshqa davlatlarga Uyg'urlarga qilgan ziyonkashligi sababidan Xitoy amaldorlariga hamda viza cheklamasi qo'yganligini e'lon qildi. Bu albatta Uyg'urlarni nihoyatda suyundidi. Buningdan bir qancha kun burun Amerikaning prezidenti Biden bilan Xitoyning prezidenti Xi Jinping masalan Rossiyaning Ukrainani besilishi ustida suhbatlashgan edi. Bir qancha kun bo'lib Xitoy amaldorlarini bunday jazolashni qanday tushunsak bo'ldi? Buni ikki turli ko'z qarash bilan tushuntirish mumkin. Birinchidan 2020 yılı 6. ayda küçük ega bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq siyoset qonunida maxsus şu Amerikadagi Uyg'ur vatandoshlar hatto yeşil kart va Uyg'urlarning şu Amerika ziminidagi bexatarlik masalasi va rahat paroatini qo'g'daydigan yo'l yo'riq bor. Endi bu yo'l yo'riqni o'z vaqtida shu FBI'ga topshirgan Amerikaning federal saqchi idorasiga. Endi bu mesele ko'rishga Uyg'urlarning bu yerdagi bexatarlik masalasida ko'ringan bilan moyat jihatda Amerikaning mustaqillik masalasi. Bu boshqa bir hukumatning Amerikadagi Uyg'ur galajdanlar bo'lsin yoki bo'lmasa Amerika hukumatiga bevosita yoki vosita xizmat qilayotgan xodimlar bo'lsin, masalan Erkin Asiya Radiosining muxbirlaridek. Bu yerda bu qilayotgan xizmat va bu yerdagi erkinlikdan foydalangani uchun Xitoylarninki bu yerda Amerika ziminida tahdid ve cazalash hareketining bo'layotganligi o'z vaqtida shu kongressning nihoyatda diqqatini chekkan va g'azabini qo'zg'agan masala edi. Endi bu masalani bu qonunlashtirib ijro bo'lishiga biroz vaqt ketdi. Endi buning birinchi nuqtasi shu qonunning ijro bo'lishidanki ifodalarining biri deb ko'rish mumkin. Endi ikkinchidan 2021 yili 1-oyda bu Uyg'urlarga yurgizilayotgan qirg'inchilikni insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan tortib har turli tadbirlarni va qarorlarni e'lon qilib kelyotdi. Yani buning ichida necha vaqtdan beri shu iqtisodiy jihatdagi, texnologiya jihatdagi shirkatlarga va shaxslarga qaratilgan. Endi bu viza masalasi, endi bu yaqinda davom qilayotgan bu Amerika Xitoy orasidagi tirkishish Ukrayna meselesi olsun ya başka iqtisodiy texnologiya rayon xarakterlik meseleler olsun. Mushundaq bir sanctionninki davom qildiganligini cheklash, viza cheklash olsun yoki iqtisodiy jihatdagi embargo olsun yoki global magnetic jihatdagi cheklash olsun, buningki ijro bo'ldiganligi kutilayotgan. Buning endi bu Rohingyalarninki kechirmishini irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb e'lon qilgan kunning o'zida nutqida bu Uyg'ur meselesini unutib qolmasligi, Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu irqiy qirg'inchilikni unutib qolmasligini ta'kidlab shu kun uchdan keyin buni e'lon qildi. Endi siyosatda bu vaqt va yer nihoyatda muhim. Bu Holocaust Museum Yahudilarninki Ikkinchi dunyo urushida chekkan zulmatlarninki namoyandasi bo'lgan bu Holocaust Museumga berib yana bir Uyg'urlarga o'xshash irqiy qirg'inchilik duch kelgan millatninki ahuzarini hukumat nomida e'tirof qilgan kuni bu Uyg'urlarga qaratilayotgan bu siyosatni bundaq ma'muriy jihatdan tadbirlar javob qaytarishi mencha plansiz bo'lib qolgan ish emas deb ko'rish mumkin. Endi hukumatning ichida bu bundaq bir qaror chiqish uchun uzun vaqt ketadi. Tekshirish ketadi. Sizning xabaringiz va bu viza cheklashga tizimga ilingan Xitoy amaldorlarining hech birisining ismi o'tirdi emas. Ularninki kelish ketish, Amerika bağlantısı ve qaysi xizmatda, qaysi yo'llarla Uyg'urlarni ezayotgan, qirg'inchilikqa to'kib qo'shayotgan, arkitekt chertov sizgan, shuni hammani tekshirib chiqadigan gap. Shuning uchun bu ish boshdan uzun bo'lgan, lekin bu e'lon qilingan vaqtda mencha shu Amerikan tashqi ishlar ministrininki Rohingya masalasini e'tirof qilgan, irqiy qirg'inchilik e'tirof qilishi
ve hazır devam qilayotgan Xitoy Amerika orasidagi sürkülüşlerge münasebetlik bir kararlardan biri deb görüyorum. Bu sizningcha Nuriya apandi bu qitim endi Antony Blinken apandi bu Xitoy amaldorlari bo'lib Uyg'urlarga shu Xitoy davlat atlab halqagan holda ilib borgan ziyonkashlik sababidan ba'di. Ammo bu albatta bay degandek bu Xitoy hukumat amaldorlarining tizimligini e'lon qildi. Sizningcha buning foydasi, ziyni qanday deb qarasak bo'ladi? Şimdi şu embargo, vize çekleşi olsun ya kart tizimlik ilişki olsun ya ki Magnitsky kanunu boyunca cezalaş olsun bunun hemmisininki iki türlük məqsad oldu. Birisi kelecekte müşünün oxşaş qılmışlarını qılışqı təmsil etken plan qıvatqanlarga agahlandırış beriş. İkincisi şu insan hakları depsendicilikninki bayraktarı olan, yetekçilik kılgan, onunki çertojun sızgan, icrayını qıvatqan şəxslərinin bu namsız qalmaslıqını məqsad qılıdı. Çünkü bundaq bir hakimiyet, bundaq bir devletlerdeki mujuna qanlıq siyasetninki yetekçisi, icracısı olan insanlar özününki o'ttirda ismininki şundaq qılmışlarla bir cümlede çıkıp qilishni xalamaydı. Bu embargonun en çok nişan maqsadlarından biri. Endi bu vize meselesinde bu şəxsi uçur ve şəxsiyetki alaqadar meselelerge bağlandıgan bir iş boğun üçün ve bu davamlıq kengaytılıvatkan ve körülüvatkan ve yeni isimden koşuluvatkan devam qilayotgan bir karar boğun üçün bunun ismini e'lon qilmagan bo'lishi ehtimoli cho'ng deb ko'rish mumkin. Chunki bu birinchi qitim emas. Sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo e'lon qilgan vaqtida ismlikni e'lon qilmagan. Ham bu yerda ham taktik jihatdan, ham shaxsiyat jihatdan va davom qilayotgan xizmatninki talabi bilan shunday ismini e'lon qilmaydigan bir xizmat tartibi mavjud. Endi bu qitim nima e'lon qilmaganini men shu 3 sababdan ko'raman. O'tgan qitim e'lon qilgan chaqda masalan Chunchvangodan boshqa yana 2-3 Uyg'urni Shokra Zokir bo'lsin, Erkin To'niyaz bo'lsin, va hokazolar bo'lsin, ularning ismlari atqanlik uchun aniq bo'ldi. Hamda sizningcha hamda mushu ziyonkashlikka chetilgan Uyg'ur va yoki Xitoy amaldorlar hamda buningkin albatta viza olib Amerikaga kelalishi notayin. Ammo bu Amerika bunday jazoni e'lon qilgandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Wang Wenbin qo'pollik bilan Amerikaning bu jazosiga javob qilgan bo'ldi. Sizningcha Xitoy hukumati nimada bunday andish qildi Amerika viza bermas Xitoy amaldorlariga? Ularning mol-mulklari yoki ba'zilarining xotin bolalari Amerikada yashaganlik uchun va yoki o'qiganlik uchun shu sababdan shunday qattiq inkos berdi deb qaramsiz? Abi siz degan 4 şəxslər bularning arasida biraz farq var. O 4 şəxsni bu Magnitsky qanunu bo'yicha mol-mulkini to'nglatgan viza chekilgan. Ma hozir yangi e'lon qilgani 2 kunning oldida. Bu faqat viza cheklash, bularning kirish cheklash vizasi. Ham bu Xitoyningki amaldorlari, bu Xitoyning siyosiy, iqtisodiy qurilmasida ta'siri bor shaxslar yoki bo'lmasa shu Xitoyni himoya qilayotgan bu tashviqotchilarningki sayohat erkinligiga cho'ng iskenje yoki cheklim uchraydigan bir ahvol. Endi buning ismining atmasligimi bularni o'zini vasvasa soladigan bir ogohlantirish usuli. Men bormidi, men uning ichida deydigan. Masalan, buni hatto shunday ism atalmagani uchun viza iltimos qilishga ham jur'at qilolmaydigan ahvol bo'ladi. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi bu Xitoyningki ichki sistemasidagi sog'lomsizlik tufaylidan azroq imtiyozi var. Maliye cihetten, siyasi cihetten, ictimai cihetten bir amallarını, bir usullarını kullanıp özlerini erkin devletke bağlaydıgan bir ahval var. Mesela chet ellik Amerika'ya gelip perzent gördüğün ahval var, ballarını Amerikan citizen kıldıgan. Yoki bo'lmasa bir şirketlerini içip meblağ silip Amerika'ya green card'la yerleşidigan iş var. Bunun 500 bin dolar bilan şu köşmen vizisi, meblağçı köşmen vizisi ağın olan iş var. Daha sonra 800 bin çıktı. Bu 2 yılına biraz azlap kalgan. Ondan başka bulaylıqı Amerika'da ticaretlerine sitip aladigan ahvallan bo'lgan. Endi muşning hemmisi çeklim uçuraydı. Çeklim uçurgandan keyin buningdan bu Xitoy hakimiyetidagi mush qilmishlarninki mas'uliyati bor insonlar o'zininki qilmishininki qanday natija, qanday bir jazo chiqayotganligini ko'rsatadi. Bu yerda bu Xitoyga o'xshash, Rossiyaga o'xshash va boshqa davlatlarga o'xshash davlatlar bilan munosabat qilgan ikki narsa nihoyatda muhim. Endi bularninki shon sharifi, ularning sayohat erkinligi. Ikkinchidan ularning iqtisodiy manfaati. Mushtaq viza cheklashdan
Her işkilisi amalga oshirgan oldu. Şuna bununki tizginlash ahamiyati nihoyatda cho'ng. Endi bu bir yerda to'xtab qolmaydi. Bu Amerikaning hozir tashqi siyosatida burun yolg'iz ib boradigan bir siyosat bordi Trump hokimiyatining vaqtida. Xitoylar o'zim datidi burun bir Trump bilan gaplashgan bo'lsak, hozir Bidenga qo'shib butun dunyoda gaplashyapmiz aytgan. Mushab tishidimi nurg'un diplomatik jihatlardan multilateral birga bir bo'lsin yoki ko'p diplomatik jihatlarda ilgirlash bo'ladi. Buningki boshqa davlatlarga, Kanadaga, Avstraliyaga, Yevropa Birligiga kengayish mumkinchiligi bor. Chunki bu yerda hozir bir chegara atlab ezish, chegara atlab insonninki bexatarligi tahdid ko'rish masalasi bizning Amerikada bir tadbir qonun bo'lgan bilan jiq davlatlarda taqundaq tadbirlar ilinmadi. Yani bu tedbirler ilinmese şu devletlerinin müstakil bir sistemsiga, ictimai sağlamlıqıga, cemiyet amallıqıga daxil etadigan iş. Ben yaqında gördünüz New York'ta bir ayal 89. Tiananmen demokratiya hareketideki yetakçilerinin biri olan bir advokatni pichoqlab o'ldirib etdi. Yani mujnaq ahvalının aldığını iliş için çok mujnaq o'sha tedbirlerini qo'llanish kerak. Ondan başka yani bunu siz işletgan xizmatdaşlarınız nəhayət yaxşı his qila alaydı. Xitay hakimiyyəti urug tuqqanlarını ayırıb bardı Uyğurlarını. Səbəbi o viza sərməz pasport verməydi. Verməyəndikən o ayrılıb bir özünün kimi nevresini görüb baxmağan, urug tuqqanlarının toy tökülləri, ölüm yetimləri qatnaşamatqan nurgun Uyğurlar var. Muşunun kimi bu tədbir arqılıq məlum cəhətdə bununki bir deydiğən bir meydanını oturğa çıxırış mümkün. Xitaylar onda çəklimi yox. Pasport aldığan dert yok. Ulanın derdi fakat vizeliş. Yani bir yerde gerçi okşaş mahiyetki mesele bulmusu mu? Bu bir karşı tedbirinin biri. Hazırmış Amerika'da karayılamazsak nurgun Uygurlar var. Bunun tipik misali sizin hizmetdaşlarınız. Urug tuqqanları lagerga solinib ketganlar. Mesela şu bayanatning cümlesinde undaq bir cümle var. Biz Xitoy hokimiyatini chegara atlab ezish, bostirish siyosatini to'xtatishni bo'libmi Amerikadagi Uyg'urlarning ovozini chiqarish va Amerikadagi Uyg'urlarning Amerika xalqiga qilayotgan xizmatiga daxldor qilishni to'xtatish kerak deydi. Bu mandaq mojoyit deb aytgan chog'da bu Xitoyning pasporti emas Uyg'urlarni so'lib şu terik dünyada birbirlerine didar köreşmeyen kuvvetliğinin ki yaxşı tedbirlerinin biri bu. Ben şimdi bu başka Amerika'nın ittifaktaş devletlerimi bu taktikini, şu usulüne kullanıp onun tegişlik inkaz kaytırış mümkün. Nuri Efendi bu çarşamba günü yana Fransa'nın şu Avrupa Birliği turuşluq elçisi Avrupa Birliği vakaleten yani Xitoy hükümetinin namını atab turib şu Uyg'urlarning hozirgi vaziyatiga, lager vaziyati bo'lsin, Uyg'urlarni qattiq bostirish bo'lsin, Uyg'ur xonim qizlarini dafsan qilish bo'lsin, ayda ko'ngil bo'layotganligi, ham shu Bachlat xonimning 5-oyda borganligini, shuning bilan BDDning Uyg'urlar to'g'risida bir dokladni e'lon qilishi ustida chaqiriqni e'lon qilgan bo'ldi bugun. Sizningcha bu hozir degandek shu Amerika bilan Yevropa birligi ham Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyga besim qilish uchun o'rtaq harakat ilib beryapti deb qaraymiz. Elbette aşina xoluda. Hazır hem de bir yerdeki bu bulunmuş Ukrayna meselesi de tünügüm Global Times'ka özlerinin meydanına ait roşan izbdi. Bu hazır xalqaranın beşte bir külpetlik bir ahvalda. Künige mınlaç edem ölüp atkan köp gündüzlü bir demokratik bir müstakil 40 milyon vatandaş var bir devletini besvağamış da ahval aslında Xitaylarning tarixindeki xatar tarafı turuşu neçe vaqtdan beri şu siyasetçiler, faaliyetçiler, tadqiqatçılar vaqirab tushundirib anlatamagan bir haqiqatni Yevropa ellari tushunyapti. Endi bu Yevropaning beshida bu külpetning tükünü yo'q. Bu Yevropaliklarning beshiga kelgan bu külpetga Amerika uzoqdan yordam qilayotgan va o'zlarining qanday yordam berishini bilmayotgan bir ahvol bor. Endi bu yerda bu kelayotgan, davom qilayotgan bundan cho'ng bir külpetlarni kutayotgan Yevropa xalqiga mushtaq tahdid qilayotgan bir hokimiyatga Xitoy orqa tarafdan yordam qilayotgan bir ahvol bor. Endi buni mushtaq ahvol ostida bular bek kechikdi. Yaqin ham nurg'un maqolalar yozilyotdi. Yevropaliklar uxlab turib mashina haydayotdi, uxlab turib yo'lda minib turib uxlatdi degandek so'z iboralar bilan. Bular naiti Yevropa xalqi bu Uyg'ur masalasida ham shunday. Xabaringizda 3 yildan beri qilinmagan harakat, bo'linmagan so'z qolmadi Yevropada. Faqat yana bir necha davlatlar bek kuchli bo'lmasimi bir mo'tadil nimada maydonda turib kelyapti. Bu Yevropaliklarningki tarixida müshtaq faşizm, komünizm, Hitlerning davrini yaşab baqqan bir xalq va bir
Devletler buluşup bilen aslı bu pozitsiya bulardan çıkış gerekti, bu çıkmadı. Endi hazır mındaq bir köpretlen karşıladı. Endi bir yerde mesela burun insan hakları meselesi, yoki bo'lmasa diniy erkinlik meselesi, yoki bo'lmasa insoniyat qarshimına qirg'inchilik degandek masalalarni o'tirib kelgan bilan hozir yevropaliklarga davlat bexatarlik tahdid bo'lyapti. Bu tahdidninki oxidagi himoyachilarning biri Xitoy. Mujda avval ostida men ishonaman bu Yevropaliklarninki bundan keyingi pozitsiyasida cho'ng o'zgarish bo'ladi. Endi yaqinda bir necha kun ichida Brusselda bu NATO'ninki Shimoliy Atlantik tashkilotininki yig'in bo'ladi. Undan keyin qanday natijalar chiqadi, bundan qarash kerak. Lekin Xitoyninki hozirgi talada bir xil, ichida bir xil, menfaatlarda bir xil, bilinmagan bir xil pozitsiya tutishi mencha Yevropa ellerini Amerikalıqlar asasiyatdan uyg'unib bo'lgan Yevropa ellerining uyg'unishiga mencha naiti bir tırnak içinde icabi ta'sir ko'rsatadi. Müşabning oxiri ya'ni NATO ya'ni Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining yig'inida albatta Xitoy masalasi muhim o'rin turdi. Sizningcha bu yig'inda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yish mumkinmi? Bu Uyg'ur masalasi 2021 6 aydagi Prezident Bidenning Yevropa safarida G7'de NATO ondan keyin Yevropa Birligining sammitida o'tirib qo'yilgan. Çünkü bir yerdeki mesele hem de NATO'la ne münasebet var diyen sual geliş mümkün. Bu Amerika'nınki Asya'da bir xatarlik menfaati var. En bir yerdeki menfaati iqtisadi jihatdan bo'lsin, bexatarlik jihatdan bo'lsin, cho'ngraqmish Xitoylardan keldi. Xitoydan bevosita kelmagan taqdirdami, Avstraliyaga o'xshash, Yaponiyaga o'xshash, Tayvanga o'xshash, Janubiy Koreyaga o'xshash davlatlarga Xitoydan ig'ir tahdid var. Endi bu Xitoyninki dunyoda a'lo ittifoqdosh davlat yo'q. Eng yaqin davlati aslida Shimoliy Koreya. Amerikanınki 50 dan ortiq ittifoqdosh davlati var. Shundaq bir ahvol ostida NATOga o'xshash bu bexatarlik gavdasi agar Amerikaga bir askariy bexatarlik jihatdan tahdid uchragan vaqtida NATOninki a'zo davlatlarning inkos qaytaradigan shunday ahdnoma majburiyati var. Bu yerdeki mesele bexatarlik meselesi, hazır Uyghur meselesi, Amerika'daki bexatarlik meselesi, Xitoy munosabatidagi raqobat meselesi, tirkish meselesi, axloq meselesi ve bu o'zining ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatiga taqishadigan masala bo'lgani uchun shu bu Uyg'ur masalasini NATOdagi yig'inga ko'tarib borsin yoki Yevropa Birligining sammitga, oliy darajalik yig'iniga ko'tarib borsin yoki G7ning yig'iniga ko'tarib borsin, buningga qarshi inkos ko'rsatayotgan ahvol nihoyat oz. Bir o'rnak G7'de masalan shu qulluq tuzum bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qarshi G7 davlati buning inkos qaytardi. Bu NATO aslida bexatarlik masalasini so'zlashadigan bir organ. Bu organdimi hozir o'sha Uyg'urlarga o'xshash. Chunki bu genocide, crimes against humanity ko'rinishga bu inson haqlari masalasidek turgan bilan agar bu masala yaxshi hal qilinmasa, oldin ilinmasa, bu insoniyat krizisi chiqadi. Humanitarian crisis chiqqandan keyin davlatlar uningga askariy yoki boshqa yo'llar bilan tadbir qo'llanishi kerak. Hazır bo'layotgan Uyg'ur masalasi shu. Bu masala yaxshi hal bo'lmasa, hal qilinmagan genocide bo'lyotdi, insoniyat qarshi jinoyat bo'lyotdi. Endi buningda yana hal qilinmasa, buni oqibati nima bo'ladi? Bu hal qilinmagan masaladan jasorat olgan yana bir boshqa bir davlatning yana bir rahbari kimlarga bu zulmni soladi degan savollar nihoyat keng ko'lamli tahlil qilinyapti. Shu vajdan menchi bu NATOda bo'lsin yo bundan keyingi shu Maltaylar settinglarda bo'lsin, Uyg'ur temasi davom qiladigan bir tema. Bunda biz Nuriye Efendi, şu Duşanbe'den başlap Pakistan'ın paytaxtı İslamabad'da, yani Pakistan'ın sahiphanlığında İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın Taşqi İşlar Ministerleri'nin kengaş yig'ini içildi. Bununla İslam Hemkarlık Teşkilatı'daki 57 devletinin Taşqi İşlar Ministerligi'nin BDT, Amerika'nın ve qalan 100 neçe devletlerin teşkilatlarının vekilleri katnaşkan oldu. Bunun hem de en kıymetli iziz memini bu yig'inning Pakistan'ın baş ministeri İmran Khan'ның tələbi bilan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bo'ldi. Wang Yi bu yig'inda Xitoy madaniyatining va musulmon madaniyatining nihoyat yaqinligi ham uzun davrlardan beri g'arbning demasmi hamda hisobda boshqalarning kamsizlikka uchraganligi ham bu Xitoy hukumatining o'sha musulmon davlatlar bilan tinch ittifoq barobarlik hamkorlik ichida yashashni xohlaydiganligi ustida buni o'tirib qo'ydi. Hatto Pokiston bilan birlashib Ukraina masalasini tinchlik bilan hal qilgan e'lon qilgan bo'ldi. Sizningcha
bu Wang Yi'nin bu qitim Pakistan tarafından chaqirilishi, bu yig'inga qatnashishi, ya'ni yaqindan beri Amerika boshliq g'arb ellarining Rossiyaning Ukrainani besib o'tish sababidan Xitoyga besim ishlatish sababidan Xitoy hukumati yana birlik safini qurib, musulmon dunyo bilan texnik kuchli shaklda birligini qurish orqali Amerika boshliq g'arb ellariga taqobil turish uchun shunday vatan deb qaramsiz. Siz esingizda bor, bu Amerika'nın sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo bu ikkiga bo'lingan shu joint letter birlikda xat yozilgan vaqtida Uyg'ur kamplar to'g'risida, lagerlar to'g'risida Xitoyninki inson haqlari dafsandichilikni hamkorlash birga qildigan o'zining komandasi bor degan so'zni qilgan. Endi bu 57 davlat qaraydigan bo'lsak, ko'pinchisi shu Xitoy hokimiyatiga o'xshash otokratik ya da diktator yoki bo'lmasa o'zining xalqini o'zi qo'rqadigan, o'zining xalqini o'zi izlagan bir hokimiyatlar. Shu vajdan bularninki bu Wang Yi'ga bundaq o'rinning berishida menimcha ikki sabab bor. Birinchidan shu 57 davlatdan tashkil topgan shu tashkilotning ichidagi ba'zi davlatlarning ya geostrategik masalalardan yoki bo'lmasa diplomatik masalalarda yoki iqtisodiy masalalarda yoki shu hokimiyatlarga bo'lgan Amerikadagi do'stona muomalaning bo'lmasligidan bular Xitoyda bir do'stini ko'ryapti. Bu do'stini ko'rganligi hozirgidek mushta bo'lingan bir dunyoda, qutblashgan bir dunyoda bu Xitoy hokimiyatiningki o'zining kengaymichilik siyosatini texmi ro'shanlashtirish, texmi chuqurlashtirish uchun bir bezma, bir maydon hozirlayapti. Shuning uchun buningga biri Xitoydan oldig'ini va yana birisi Xitoyning bulardan kutadigan va bulardan ilib Amerika o'xshash g'arb ellariga qarshi ishlatadigan mundaq muddaosi bor. Shu burunlarda bu Ukraina meselesi o'tirib chiqishning oldida shu 57 davlatlarning ichida Xitoylarni himoya qiladigan davlatlar nihoyat ko'pdi. Xitoylarla yaxshi o'tishni orzu qiladigan mana shu masalan Turkiya bor. Bu qitim Turkiyaning tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu nihoyat ro'shan Turkiya davlatiningki bir hech bo'lmasa axloqiy majburiyatini o'tirib qo'ydi. Buni ko'rish mumkin emas. Hozir bu dunyo o'zgaryapti, lekin ichinarliq yeri OIC'ga tabi bo'lgan 57 davlatlar hozirgacha o'zining bir qarindoshlarining beshik kiyotgan bu qirg'inchilik, o'zlarining qarindoshlarining beshik kiyotgan bu haqorat, bu dehumanization, insoniyat qarshi muomalalarga ko'z yumib uyoq tursin, shuni qirayotgan qirg'inchilik hokimiyatining vakiliga qizil payandas deyapti. Buni bunda zag'ir tilda aytganda bu qilmishni o'z vaqtida Yahudilarni qirayotganda Hitlerga Yahudilar o'zi qizil payandas deb bergandek masalada ko'rindi. Endi bu yerda mening mush yaqindan bir nihoyat mushu bo'libmi mush masala nihoyat diqqatimni tortdi. Bu Ukrainaga hujum bo'lib qo'yguchi 3 kunning ichida, 2-3 kunning ichida g'arbdagi demokratik davlatlar ve Asya'daki demokratik devletler, hatta Özbekistan kirip tarixinin to'g'ri tarafidan yo'l ilyapti. Qaraydigan bo'lsangiz, bu musulmon davlatlarning ichida bir Turkiyadan boshqasi bu masala tuzuk bir pozitsiya tutquni yo'q. Qatar yaqindan kelyapti buningga, lekin qolganlar yana shu fursatparastlik maydonida. Endi shundan qarab turib, bu shu davlatning rahbarlari, shu davlatning hokimiyat beshida o'tgan shaxslar kelajakda o'zining avlodlariga nima deb javob beradigandir? Uyg'ur musulmonlarining beshiga kulpat kelgan chog'da Xitoyni taqdir qilib yurgandan boshqa, hozirmi yana mush kundimi? Mushundaq bir qutblashgan, mushundaq bir axloqiy, vijdoniy majburiyat asosida tarixni o'ng tarafiga o'tadigan bir vaziyatda yana mush Imron Xondek qirg'inchi hokimiyatga bosh egib yurishi, menimcha bularni qandaq tarixning naridan yer olganligini o'zi qiyos qilamdi degan savollar keldi men kallamga masalan. Bu qitimqi yig'inda albatta bu Islom hamkorlik tashkilotining yig'inida bu endi jildi ichilgan ya bo'lmasa bir qancha yil bir qitim ichilgan eng chong yig'inning musulmon dunyosining bir yig'inining biri. Bu qitim bu yig'inga qatnashgan tashqi ishlar ministridan nurg'un davlatning vakillarini berib qatnashdi. Bu yer siz degandek bu Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu'ning Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqib, Islom hamkorlik tashkiloti bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lish kerak, bu tashkilot ko'ngil bo'lmasa kim bo'ladi degan o'tirib qo'yishi albatta Uyg'urlarni suyundidi. Ammo buning sir hech qanday davlat yoki uning vakili bu Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygani yo'q. Aksicha shu Kashmirliklar bilan Falastinliklarni qolgan davlatning vakillari o'tirib qo'ygan bo'lsa, Pokistonning bosh ministri Imron Xon hozirgacha chegarasining shimolida
erkek kırgınçılık uçurayotgan Uygurlar doğrusu hech qanday bir qitim bir ijobiy gap qilib boqqani yo'q. Onundan sirtda Xitoy hukumati albatta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet hanım 5. ayda ziyaret qilma degan e'lon qilgandan yoqi. Masalan, Pakistan İmran Xonga bir qancha qitim olimpik berishdan sirt Pakistanning bosh elchisining Şinjan'a bağlanlığını, u yerda vaziyatning nihoyat yaxshi ekanligini, u zulmning yo'qligini, irqiy qirg'inchilikning mavjud emasligini, Uyg'urlarning dab-chepitlab usul o'ynab nihoyat qo'shal yashayotganligini bildirgan bo'lsa, masalan Xitoyninki mushu abaytin siz degandek yer shari vaqtiga ya'ni Global Times'da masalan Xitoy hukumatining qo'pib, masalan Falastinning ijtimoiy taraqqiyot ministri Ahmad Mejdalini ham uning Fatahning ularninki Markaziy komitetning Xitoy bo'limining boshlig'i Ali Mashal qatorliqlar masalan yer shari vaqtiga yezdi-da Xitoy hukumati Uyg'urlarni nihoyat yaxshi qarayotdi, bu yerda musulmonlarga yomon qaragani yo'q, irqiy qirg'inchilik mavjud emas. Bu Amerika boshliq g'arb ellarining to'qvag'in yag'an gapi. Bu Amerika kishilik huquq masalasida qo'sh o'lchamni o'tirib qo'ymay, Xitoyning ishga aralashmasligi kerak degan sabsatalni o'tirib qo'yapti. Pokistonning bosh ministri Imron Xon bir taraf xo'shallik bilan Xitoyga Wang Yin chaqirib kelib, bundaq qilayotgan bo'lsa, sizningcha bu Falastin xalqi aslida Uyg'urning vaziyatini obdan tushunish kerak, bilish kerak, esdoshlik kerak. Uyg'urlar masalan uzun yillardan beri Falastin xalqiga esdoshlik qilib, ularni ziyonkashlik uchirdi deb, hatto nurg'unlar o'zining bolallarini Arafat deb qo'yib, Arafat Falastinning burungi boshlig'i bo'lganligi uchun qilib keldi. Ammo bugungi kunda qarasangiz, hamda Falastinning Pokistonning emas, qolgan musulmon davlatlarning emas, hatto bir davlat qurilmagan Falastinning yuqori darajadagi amaldorlarimi Amerikaning da'vatqani bu yag'an bir yerda irqiy qirg'inchilik yo'q Uyg'urlarning beshga kelgan. Xitoy hukumati bak yaxshi qarayapti. Bunday qilishi nimadan derak beradi deb qaraymiz. Bu yerda ikki tarafdan qarash kerak. Birisida bu Xitoy hokimiyatiningki, mushta O'rta Sharq musulmon davlatlaridagi yillardan beri davom qilayotgan tashqi siyosati ikki masalani markaz qilgan. Birisi energiya masalasi, yana birisi qurol yarog' setish masalasi. Hamda yaqindan beri buningga texnologiya masalasi qo'shildi. Uningdan bu BDT'dagi o'zining imtiyozining yuqorilishi, iqtisodiy ahvolining yuqori ko'tarilishi va diplomatik sahnalardagi o'rniningki e'tibor qilish sababidan va davom qilayotgan bu Ipak yo'l projektining nimasidan keyin Xitoylar endi bu musulmon davlatlar bilan bo'lgan munosabatni bu geostrategik bir munosabatningki halqiliq nuqtalardan biriga aylantirib oldi. Endi shu bu yerda IOC aslida United Nations BDT'den qalsa dunyodagi ikkinchi cho'ng xalqaro tashkilot. Mush tashkilotning o'zidan 1 milliard 800 million nopos var. Şu 57 a'zo davlatining ichida. Aslida bu davlatdagilar bu Falastinliklar yoki Isroilliklar birlik bu Xitoyni bir-biriga silishga ijozat qilmay, bu şu Falastinning tutgan pozitsiyasimi adam jirkindirdigan masala masalan. Necha yil oldida imzo qo'ydi masalan Uyg'urlarga tutayotgan pozitsiyasini yaxshi pozitsiya deb nim qilish uchun. Hatto Beijingdagi elchisi Suriyaning elchisi bilan birlikda Xitoyning televizoriga chiqib, Pokistonning, Suriyaning, Falastinning elchilari chiqib Xitoyni maqtadi. Endi bular bilmem demas biladi. Endi mushunda qilib turib, qandaqsiga boshqa dunyodagi boshqa xalqningki himoyasiga erishgan oldu. Buni bu Falastinki siyosatchilari toza anqirayamagandek mushtaq bir besharat keldi. Masalan, mush tashkilotning ichidagi g'olliq a'zoning birlaridan birisi chiqib, hozir qadar bizning bu mushu IOC'ninki nizomnomasi masalan buni deydi. Dünyadaki Müslümanların ortak avazı ve birlikte hizmet kılıp Müslümanlarınki menfaatini, bexatarligini qo'g'daydigan tashkilot deydi. Endi hozir bu Uyg'ur meselesi nerede turdu bunun da? Uyg'urlar Müslüman emasmi? Uyg'urlarning ovozi yo'qmi? Uyg'urlarninki normal insondek yashashga haqqi yo'qmi? Endi mush narsalarni mushlar o'zlarini diniy rahbar deb ataydiganlar. Masalan, Saudiya Arabistonininki Princess MBS islomdagi ikki cho'ng Holy Mosque'ninki bu qo'g'dug'isida Guardian'da kelajakda. Mushundaq bir adamlar chiqib Xitoyni baqan bu yerdagi hijviylikdan o'tib bu yerdagi bir axloqsizlik, siyosiy axloqsizlik masalasi bor. Endi bularninki yana bir narsa ko'p deyilmayotgan bir muddasi var, unstated goal. Endi bu davlatlar hammasi o'zining ishki tuzilmasini aytdi, chirik, ondan keyin siyoset
muhiti sağlam bo'lmagan bir oila yoki bir necha shaxsning qo'lida minayotgan davlatlar bo'lg'achqa Xitoylarning boshqa davlatlarning ishiga aralashmaymiz degan shuari ularning qulqiga muzikadek anlatadi. Endi aksicha Yevropa Birliği bilan Amerika masalan bu g'arbdagi demokrat davlatlar sen demokratik tuzilmani sağlamlaştır, xalqning ovozini yo'l ichib, senda erkin matbuot bo'lishi kerak, sen insonlar yog'liq atmamda karing olmaslik kerak degandek narsani so'zlayotgan bo'lgani uchun yana bir tarafdan ichki ishlarga aralashmayman degani ularninki muzikadek anlanib bu to'g'ri maslahat berayotgan sog'lom bir jamiyat sog'lom bir davlat barpo qilishga ko'rsatayotgan talab takliflari bularga zeriktiradigan ma'noda kelyapti. Bu yerda shu qaraydigan bo'lsak buning hozirgi qutblashgan bir dunyoda bu musulmon davlatlarninki tutayotgan ip minayotgan o'zini akitayotgan yo'nalishi nihoyat xato. Bu yerda men shuni bilan bu bir narsani eskartib o'tay. Burun Amerika hukumatimi bu IOC bilan bo'lgan munosabatni toz yaxshi qilolmadi. Abay degandek dunyoda BDTdan qolsa eng cho'ng xalqaro tashkilot bu. Yer zemini ve noposunu silishtirgan çağda. Hazır mesela Trump hakimiyeti hazırlıkça Amerika'nın bu nimede OIC'de baş elçisi yok. Obama vaxtida hazırkı xalqaro dini erkinlik meselesiga mas'ul baş elçi Rashad Hussain şu alayda da kilitdi. Ondan keyin birisini qo'ydi vaqtliq şu o'tgan 7-8 jarayonda bu tashkilotga maxsus berib burunqidek xizmat qilgan adam yo'q. Yevropa Birligining vakili va Xitoylarning vakili va Amerikaning vakili yo'q. Shu bizning bu yerda Amerika hukumatiga buni men bir maslahat beradigan organninki xodim bo'lib bilan deb kelyapti masalan elchi bekitinglar. Bu o'tirib u Xitoylar bu yerda o'rnab ketdi deb so'zlaganning foydasi yo'q. Shu bu o'rinning o'zida sizlar o'tirishinglar kerak, mavqani olishinglar kerak, sizlar xizmatlar qilishinglar kerak degandek nimalar. Shu anda bu yerdagi bu tashkilotninki xizmat nishonidan o'zidan cheklab ketgandan boshqa xilof shunday bir pozitsiya turyapti. Buning sababi asosan Xitoy. Bu Pakistan'da bu İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bu yığını içilayotgan bir vaqtda Xitoy hukumati Markaziy komiteti siyosiy byurosuning vakili Xitoyning oliy maslahatchisi Wang Yangni Uyg'ur rayoniga avatib o'tgan jumadan taki tunigan seshanbagacha Wang Yang berib Urumchi Qashqar hotelini bir ziyorat qilib Xitoy amaldorlari bilan ko'rishib Wang Yangning degan gapi asosan bu Xi Jinpingni markaz qilgan Şinjan'ı boshqarish siyosatini davomlashtiramiz. Davomli kuchaytiramiz. Bu yerda terrorizm yuz berdi 5 yildan yoqi. Biz bu yerda davomli muqimlik uchun xizmat qilamiz deb shundoq bir gaplarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Sizningcha bu Amerikaning prezidenti Bayden bilan Xitoy raisi Xi Jinping yig'inidan keyin bu Wang Yangning berishi, yana Machinery'ning Chunjagoning o'rniga chiqib 2-3 oy bo'lmaylan bu Xitoy Markaziy hukumatning siyosiy byurosuning eng yuqori darajalik amaldorini avatishini qanday tushunsak bo'ldi hozir? Bu 2-3 yildan beri dünya jamoatchiligininki diqqati hozirgi diqqat chechiladigan masalalarni hisoblanmagan chog'da asosiy jihatdan Xitoyga markazlashgan. Endi bunday bir ahvol ostida Xitoyga o'xshash dunyo jamoatchiligidagi siyosiy dünya iqtisod sistemidagi iqtisodiy manfaatini qo'g'dashni birinchi o'rin qo'ydigan bir hokimiyat bo'lishi bilan agar mush ikkisi yaxshi ilib berilmasa Xitoy hokimiyati mavjud bo'lolmaydi, kommunist partiya mavjud bo'lolmaydi. Shuning uchun bular uchun nihoyatda cho'ng ham ichki ham tashqi jihatdan besim bor. Masalan, Uyg'ur masalasini aytib aytgan bo'lsakmi, ikki qonundan boshqa 100 dan ortiq ma'muriy qaror berildi. Viza cheklash, embargo, qor tizimiga ilish degandek. Mushuna ahvol ostida ularning o'zining bir masala yo'q deb ko'rsatadigan bir tadbirni tepish chiqish kerak. Xitoyda Amerikaliklardek blueprint deb yo'l xaritasi deb o'zining siyosatini tashviq qilib, gazeta jurnallarda e'lon qilib, TV'larga chiqib muloyiz qiladigan bir sistem yo'q. Kommunist partiyaning boshlig'idan biz chiqib bir nutq so'zlaydi. Yoki bo'lmasa manchi nomerlik hujjat deb hujjatdan chiqadi shu siyosat bo'ladi. Bu yerda bu Xi Jinping'ninki dunyoga Xitoyga so'ygi muhabbat ko'rsatadigan bir simoni tanishtirishimiz kerak degan shuari hozirgi shu siyosatdir. Bu siyosatni qanday ijro qildi?
ko'rinishga ait normal bir hayat muhitini şekillendirdi Uyg'urlarga. Videolarga chiqib o'zi videolarni yasab taqtidi. Sizlar xabar bergandek jambaqda ajnabiylarni aqli o'shdan ketgan ajnabiylarga to'rttanga pulni berib ularga video ishlatib ijobiy bir ismani bir muhitni ko'rsatishdi. Ondan keyin bu Wang Yang'a o'xshash liderlardan beri berib yaxshi yerlarni ko'rdi. Yaxshi yerni ko'rib kelib Beijingga doklad qildi. Hamma ish yaxshi bo'libdi. Bizning arzuyimizdagidan yaxshi bo'libdi deb. O'z vaqtida Hitlerga mashta doklad qilganlar bo'ldi. Hozir berib Putinga bütün hamma narsa Ukrainada sening planlig'ingda yaxshi bo'libdi deb doklad qilgan askarlar bor. Tashviqotchilar bor. Bu shu George Orwell'ning kitobida yozilgan masalalar naq bugungi 21-asrda ko'ryapmiz. Shu an bu Xitoyning hozir shunday nima qilishi birisi o'zininki rahbarlariga ishning qamlashayotganligini doklad qilish maqsadida qiladi. Ikkinchidan hozir bu mavjud bo'lish mumkinchiligi bo'lgan bu BDT'ninki ziyoratiga hozirlik qilingan bo'ladi. Uchinchidan dunyo jamoatchiligiga biz ilgirlash o'zgartish ilib beryapmiz deb ko'z bo'yamchilikqa ishlatadi. Lekin endi bu 3 million Uyg'urni kampga soldi deydi bizning hukumatimiz, Amerika hukumati. 3 million degan Washington, Amerikaning poytaxti Washingtonning nüfusining 4 hissasi. Norvegiyaning nüfusiga teng kelib qolgan bir nüfus. 3 million Uyg'urni jinidan ayırmagan bilan ayrımıda degan taqdirdimi ruhidan ayırdı. Aşı yeterlik ziyanni u berib Wang Yang 10 qitim ziyorat qilamdi. Mishal Bashlayni apirib Potemkin village'ni ko'rstamdi, ko'z bo'yamchilik sahnalarini. Yoki Uyg'ur qizbolarini chiqib uslo o'ynatamdi, yoki Uyg'ur nevralarini, chevrilarini chiqarib chet eldagi urug' tuqqanlarini tillatamdi. Bu bo'ldigan ziyon bo'ldi Uyg'ur xalqiga. Shunga bu Xitoy hokimiyati nozirligi tipirlayotgandek bir muhitni shakllantiryapti. Endi bu siyosatga qaraydigan bo'lsangiz biz ma hukumatda bir kelimini chiqishiltimiz. Xitoyninki sen mening gapimga quloq solma. Xitoyning o'zining so'zi bilan quloq solgan. Xitoyning so'zi bilan harakatiga quloq solsanglar mening nima deyotganimni tushunsa degan so'z chiqadi. Masalan, Xi Jinping we should project lovable image bu sevgi muhabbatga erishtiradigan bir simani shakllantiraylik degan nutqidan keyin bular chiqib bu voy bizning siyosatimiz xato bo'lyotdi yeriga bundan keyin yolg'on gapni chiqaroq yaxshi qilishimiz kerak degan tashviqotni qilyapti. Masalan, oldingi kuni kimni ko'rdingiz? Amerikadagi bosh elchisi Chingang chiqib Amerikaning CBS kanalida atalmış insan hakları degan kelime işledi. Bütün dünyada 8 parlament devletler ve devlet. Bu Uygurlarga irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi, insoniyatga qarshi jinoyat bo'lyotdi deb Amerikada ikki qonun chiqarib, 100 dan ortiq ma'muriy tadbir ko'rsatib bo'lgan bir davlatninki asosliq bir TV kanaliga chiqib, atalmış inson hakları masalasi degan unda bir şey yo'q deydi. Shu bularninki xizmat tartibi, tashviqot nimasi shunday. Xitoydagi shu sistemni bilmaydiganligini tez diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Xitoyning tashqi siyosati, tashviqoti, iqtisodiy siyosati, davlat bexatarlik siyosati, davlat mudofaa siyosati hammasi Kommunist partiya tarafidan tuzildi. Shunga buning hammasi shu tashviqotninki natijasi. Oxirgi savol Nuriy apandi, bu hozir siz degandek bu Wang Yang bo'lgandan keyin albatta ular Mishal Bachelet'dan kelishdan burun u vaziyatni o'zgartirish uchun xuddi qaramaqqa yaxshi qilish uchun ba'zi yusaklarni yasab qilish mumkin. Aniga albatta nurg'un Uyg'urlarmi hozir bu Mishal Bachelet tuyuqsizlar ben 5-oyda Xitoyga borman, Xinjiangni ziyorat qilman deb e'lon qilgandan keyin ham toki hozirgacha BDTning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi ustida tayyorlagan dokladini e'lon qilmaganligi uchun shuningga agar bu xonim bo'lsa Aşı Xitoy o'zi arzu qilgan yerlarni ko'rsatmay, Aşı Xitoy hukumati yozgan saknalarni abadsiz tasvirlab o'tgan Uyg'urlarning chiroyli usul o'ynayotgan naqshi aytayotgan, qo'shal yashayotgan manzaralarini ko'rsatish orqali bu yerda bir masalaning yo'qligi, ya'ni u yerda irqiy jinoyatning borligini inkor qiladigan bir shaklda qaytib kelsa, xalqaro bu masalaga ko'ngil bo'lmamdikin deb zo'r andishida. Sizningcha bu andisha to'g'rimi? Bu andisha to'g'ri. BDT'ning Uyg'ur qirg'inchilik to'g'rida yozib qo'ygan doklati bor, e'lon qilmadi.
Bu BDT'ninki yıllık scot'unun 3'ten biri Xitaydan keladi. Mana bugun qadar abaya bu OIC'ninki mission statementni bu nizomnomasidagi halqiliq masalani o'tirib qo'ydik-ku, shunga o'xshash BDT'ningmi inson haqlarini qo'g'dash xizmat nishonininki maqsadining biri. Hozirgacha Guterres chiqib, mushu Uyg'urlarning bir chekayotgan kulfatni bir ochiq bir til bilan ayblab baqqani yo'q. Şu an bir yerde bu BDT'nin qo'lida hem bir report var, hem hozirgacha baranmayotgandan bir sabab var. Hozir bu 5-ci ayda bardığanga 2-ci ayda ma'qul degizibdi. 3-ci ayda ma'qul degizibdi. Bu nemişki 2 ay, nemişki əhəti bağmaydı, nemişki ögüllük bağmaydı. Bir yerde nəhayət jiq sual düşüdüğən məsələlər var. Bir yerden de bu jiq insanlar BDT'nin nəhayət qudretlik bir organ bolğanlığını mesela Uygurlar kiçikidin BDT dep anlap çoğalğaçqa bir küçük organ dep göründü. Hazır asas cihetdən Xitayning ta'siri ostida qolgan, hem hazır ko'ryapmiz Ruslarning Xitayning ta'sirida qolgan bir tashkilotdek mushtaq bir faoliyat chalyapti. Şu an men o Michel Bachelet'ning u yerga berishmi, bormasligimi, nima ko'rishi, nima ko'rmasligi bu biraz pessimistik bir ko'z qarash. Menimcha bu Amerikaning tashqi siyosati yoki bo'lmasa Yevropa ittifoqdoshlarimizning siyosatiga alayida bir ta'sir ko'rsatadigan bir masala emas deb o'ylayman. O'ylab beqing bir bu Uyg'ur masalasiningki, bu Uyg'ur qirg'inchiligining o'tirg'i chiqishi, davlatlarningki o'zlarining uchurlarida 2014-15-yillar, 16-yillar engilinib bo'lgan bir masala. Bu davlatlarning ichidagi biladigan narsadan teshidagi so'zlashgan narsa o'xshamaydi. Şungalıqı mushundaq 6 yil bo'lgan narsaga bir BDT hozirgacha bir dokladini chiqaramayotgan ahvol ostida va 2 oydan keyin boradigan ilonni endi qilib qo'yib texchi boramayotganligidan bu sizning bu programmangizni ko'rmanlar va Uyg'ur kuzatchilar hatto mushunday ijobiy qaratganlarni biraz shak shu bilan qarash kerak. Men ishini va bu Michel Bachelet u yerga borsa haqiqiy zulm chekkan bir Uyg'urlarni ko'rishtirmaydi. Bunun köstüğünen şu İslam İnstitutu'nun apıp camini köstüdü. Ürümçideki çıraylık camiden edem kirmeydiğen camiden birini köstüdü. Yaki çıraylık oyun yasap ottağan bay Uygur'un oyunun birini köstüdü. Yaki bomsuz biçare turumdan çıkan birisinin yaşap başkadan fabrikada garip ellerinin ki zincir, təminlə zinciri kulu oğanını köstüdü. Bir yerde bu bek bir addi bir hukum, addi bir düşünce. Lakin garip ellerdeki insanlar bek medeniyetlik, bek samimiyet bo'lgani uchun bu ilgar hokimiyatninki bu saxtkorliklarga, tashviqotlarga quloq solayotgan mushtaq bir ichinarli ahvolni ko'rib turamiz. Haydi afsus. Unda bo'lsa sizga ko'p rahmat Nuriy Turkal apandi bugungi bu suhbat qatnashganingizga. Programni taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Hurmatli ko'rurmanlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Ila qitim ko'rishgacha xushvaqt bo'linglar.